Karyer texnikalar ham qo'yilgan ekan. Bu karyerlar tosh kirib qolib, shinal yetib olmaslik uchun yordam beradi. E'tiborimizda 100 tonnalik Zumilyon kompaniyasining gibrid karyerini samospal akalar. Buni ham dizel, ham elektr motor bilan jihozlangan ekan. 100 tonna yukni ko'tarishga mo'ljallangan ekan. Hajmi adashmasam 61 kubadan 73 kubagacha bemalol olar ekan. Menga qiziqqan joyim podveskalarni qaranglar. Endi amazasa vazifasini bajaradi. Gidravlik ishlar ekan. Bu yerda hech qanaqa o'zlikdan amazatlar yo'q. Podveska, balanserlari gidravlik primo ishlar ekan. Qoyil ekan. Bu yerda ma'lumotlar ko'rsatilgan bo'lishiga ko'rib o'tamiz. Lekin 100 tonnalik bahaybat narx, haqiqiy 100 tonnalik ko'taradigan texnikada teginilmasin deyilgan. O'zlarini chiqa olmaymiz tepaga, balkim keyinroq obzor qilamiz. Bu Sakarya samosvalni ham kameralar 360 gradus jihozlangan ekan, chunki texnika juda katta. O'ziniki ZT 160 ekan, 100 tonna yukni ko'tarishga mo'ljallangan. O'zini bu общий vesi 160 tonna bo'ladi, shunda. Mana motorlarni ko'rishingiz mumkin. Bu mana bu elektromotor, bu korobka. Oldinda dizel motor jihozlangan. Ko'rib turganingizdek. Qisqa bo'lsa ham ma'lumotlar qiziq bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lish, like bosib esdan chiqmasin. Kelajakda balki obzor qilish imkon bo'lsa obzor qilamiz.